kuni bilan uyda yotaman. Menga bir chiqay desam shunday sassiq hid. Umuman chidab bo'lmaydi. Qo'yxonani badbo'y hididan bezor bo'ldik, ko'chaga chiqa olmayapmiz degan mazmundagi murojaat Oqdaryo tumani aholisidan kelib tushdi. Biz esa holatni o'rganish uchun murojaatda ko'rsatilgan manzilga bordik. Mana shu qo'yxonasi bor. Yaqinda bir 2 yil oldin bilib qoldim-da, to'g'risi men keyin SESga murojaat qildim. SESga murojaat qildim, hokimgacha chiqdim. Uylarimizda shunchalik yomon badbo'y hid keladi, qo'yxonaning hidi. Uyda ikkita qari otam bor, onam bor. Uyimizga mehmon chaqira olmaymiz, umuman hovlida o'tira olmaymiz. Uyimizga shunday eshigimizdan kirib kelgan odam hovlilaringga nima sasiydi deb aytdi. Eshiklar, derazalar ochilmaymiz. Men yaqinda gashak qildim sinfdoshlarim bilan. O'tirolmadi, dedi, qo'y boshqa joyga o'tiraylik dedi. Uyalib ketdim, oxiri restoronga borib ziyofat qilib berdim. Nima qilay? Kelmaydi mehmonlar. Mas'ullar bilan birgalikda aholini haqli e'tiroziga sabab bo'lgan qo'yxonaga ham kirdik. Bizga yer bersin 1 gektar, bo'ldi, o'shani ko'chirib chiqib ketaman. Go'sht topshiraman. Har kuni 50-60 litr sut topshiraman davlatga. Xo'sh, endi bu muammo qanday hal etiladi? Veterinariya sanitariya qonun qoidalariga asoslanib boqish to'g'risida o'qishni ogohlantirganmiz hamda sharoitlari qanday bo'lish kerak ekanligini to'g'risida ogohlantirib, mana shunday veterinariya trubalarni hammasini qo'ydirtirganmiz. Kelib hozir mana shu yerda yana o'zimiz chorasini ko'ramiz. Mana ekologiya, SES hammamiz birgalikda qo'y ko'payib, hidi chiqadigan darajada yana bo'ladigan bo'lsa, kelib tozalatib, dezinseksiya ishlarini olib borib, xalqqa xalaqit qilmaydigan darajada sharoitini qilishga harakat qilamiz. Vakolatimiz doirasida chora ko'radigan bo'lsak, u minimalgacha jarima qilamiz. Shu narsalarni ham endi qo'llashga majbur bo'lyapmiz. Millar ushbu muammoni ham o'z nazoratiga oladi. Taras Yo'ldoshev va Shukur Tursunqulov, Samarqand.